Assalomu alaykum yaqinlar. Sizlarga bunaqa murojaat bilan chiqaman deb o'ylamadim. Yana bir pachka gurt qism bor edi. O'sha yonib ketdi. U bilan tuvat qog'ozni ham, pechkani ham, sandalni ham, hamma narsani yoqqan edim yaqinlar. Agar imkoniyatlaring bo'lsa, mana shu kartaga pul tashlab yuboringlar. Zo'rib kesam qaytaraman. Hozir mazzam yo'q, yuragimda mazzasi yo'q. Doktorga ketyapman. Qutini asl holatini ko'rsatolmay, chunki yonib kulguncha chaqmoqlari bilan imkoniyatlaringizni tashlab yuboringlar, iltimos. Do'stlar, tabriklasalaring bo'ladi. 29 yoshda bu kalish oldim. Sizlar bu yoshgacha nimaga erishgansizlar? Kommentga yozib yuboringlar. Hammaga bunaqa kalishlar buyursin.